Sizlar bilan o'zbekcha ko'ylakni bichilishini o'rganamiz. Ko'ylakni bo'yini uzunligi 1,4 sm, old kagetkasi 27 sm, orqasi 20 sm. Kagetkalarning hisobini chiqarib olamiz. 20 orqa kagetka 26, 27 bo'lsa, 20 sm bo'yini o'sha uzunligidan 20 sm kagetka hisobiga chiqarib olinadi. Ikkita bo'y qilib olinadi. Etak keyin oxiriga bo'linadi. Buning uchun hozir bizga 1,4 bo'layotgan bo'lsa, 90 santimetrdan kerak bo'ladi. 1,4 razmerimizga ikkita 90 ni o'lchaymiz. 90 1,80 bo'ladi. 1,80 santimetrda qilib olamiz. Endi esa hozir biz birinchi o'rinda qopini, etak qismini o'lchab, qopini ajratib olishimiz kerak. Etagi 80 olinadi. Deyarli standart razmeri 80 bo'ladi. Insonning gavdasiga qarab keraklicha olaverasizlar. 80 dan boshlanadi. Mana shu kagetkani pasti qopi bo'ladi. Bu mana shunday ikkita material oxiri birlashgan holatda bo'ladi. Mana bu chimlarni tikib olgandan keyin bu yoqqa keyin oxiriga kesib olinadi. Hozir esa qo'ltiq ochilishini o'yamizda qopidan, keyin oldidan ham olib tashaladi o'sha kagetka hisobiga chiqadigan olarini. Buning uchun 7 sm olsak bo'ladi. Bunaqa bo'yiga bo'lsa 6 mi, 5 mi, gavdasiga qarab tushaverasizlar. Deyarli o'zi tavakkal qilaman. O'zi ko'zim bilan o'lchab, shuning uchun bunday santimetrda tushuntirib bera olmasligim ham mumkin. Bu yer esa 4-5 sm bo'ladi. O'sha insonning gavdasiga qarab olaverasizlar. Bu qo'ltiq qismi bo'ladi. Bu kaketkaga tashlanadigan chimi bo'ladi. Teng o'rtasini belgilab olamiz. Yo'qsa, old kagetka orqa kagetkaga nisbatan uzun bo'lganligi uchun old qopimizdan ham yana 3 sm, 2,5-3 sm kesib olinadi. Mana shunday qilib. Buni ham teng o'rtasini belgilab olamiz. Xuddi mana shu tarzda bo'ladi qopimiz. Bu oldi bo'lgani uchun mana shu 3 sm kaltaroq bo'ladi. Bu orqa qop, bu old. Qopimiz tayyor. Endi esa kaketkalarni olamiz. O'sha 1,80 kesib olgan materialimizda yonboshidan qoladi. O'sha etakni olib bo'lgandan keyin, qopga olgandan keyin bundan esa kaketkalarni olamiz. Old kagetkamiz 27 bo'lgani uchun tikish haqqi bilan 28-29 qilib olinadi. Birdan ichidagi astarni ham qilib olaman men. 28 bo'layotgan bo'lsa 56. Tikish haqlari bilan 58. Old kagetkasini bichamiz. Old kagetkani bichishda yelkasi 35 ekan. 17,5 bo'ladi. Tikish haqqini ham qo'shamiz 1 sm da 18,5 qila olamiz. O'n 9 qilib olsa ham bo'ladi, chunki tikishga ketgandan keyin o'lchab keraklicha razmer qila olinadi. Yoqani eni 7, yoqa chuqurligi esa 16 o'lchagan ekanman. O'zlaringizga keraklicha razmerda qilib olasizlar. Yelkadan 3 sm tushiradi qiya qilib. Bu yoqdan esa 7 sm chiqamiz tepaga qaratib. Chunki boya qopdan ham 7 sm kirgancha edi. Endi esa kesib olamiz.
Mana shunday dumaloq shaklda qilib kesiladi. Endi yoqasini o'yib olamiz. Yoqasi dumaloq. Mana bu oltga ketganmiz. Endi xuddi shu razmerda orqaga ketgani ham o'lchab kesib olamiz. Orqaga ketganimiz 20 sm o'lchagan ekanman. Tikish haqiga 2 sm qo'shib 22 qilib olinadi. Yigirma 22 sm orqaga ketganimiz uchun. Xohlasanglar mana shu oltiga ketgani shuni ustiga qo'yib bostirib olsa ham bo'ladi. Bunday chizib yotmaysizlar. Shunday qilsanglar ham qulayroq. Xohlasanglar chizsanglar ham bo'ladi. Mana shu razmerda qilib orqaga ketgani yoqasi 5 sm o'yiladi. Bunaqasi eniga 7, bo'yiga 5. Orqaga ketganimizdan ham osilish haqqi olinadi. Osilatda mana 2 sm bilan qilib olsa ham bo'ladi. Manaki bu orqaga ketgan, bu esa oltiga ketgan. Bunga ham astarini kesib olamiz. Astarimizni o'rtasiga tikish keladi. Hech narsa qilmay tikishingiz ham, chunki ketgani ichki qismida qolib ketaveradi. Bu orqaga ketgan, bu oltiga ketgan. Qopini ham bichib oldik. Endi esa yengini bichamiz. Mana shularning bari o'sha qopga deb olingan materialda, yonboshidan qolgan materialdan olinibdi. O'zi obshiy matoyimiz 2,5 metr edi. Yengini bo'yini 40 sm o'lchagan ekanman. Tikish haqqi bilan 45 lar qilib olsak bo'ladi. Bilak aylanasi 42, 42 ni teng yarmi 21 bo'lar ekan. 21 bo'ladi. 1 sm tikish haqqi qo'shib bichib olinadi. Bilakini 21, 22 sm qilib oldim tikishi bilan. Yengin uchun esa 36 sm o'lchaganman. 36 ni yarmi 18, tikish haqqi bilan 19 qilib oldim. Endi esa yengini mana shu 2 qatlangan yeng. Mana bu tarafi buklangan. Shuni faqat old qismidan 1,5 sm da kesib tashlanadi. Chunki oldi shishib qolishi mumkin yengni oldi. O'shani hisobiga 1,5 sm qilib kesib olinadi. Xuddi mana shu tarzda. Endi buni oldiligi uchun belgilab qo'yamiz. Oldi, bu orqasi. Yengimiz ham tayyor. Manaki yeng. Qopini bichdik, paketga yenglari tayyor. Endi esa navbat poychasiga.
Poychani 80 sm o'lchagan ekanman. Tikish haqqi bilan 5 sm tikish haqqiga qo'shib 85 olinadi. 85. Hozir bu materialimiz 2,5 metr edi. Poychani yuqorisiga qo'shiladi 25 sm. Hozir shu yerda yaxshilab qarab tursangizlar, ikki xil poychani bichilishini birdan ko'rsatib o'tib ketaman. Buni yuqorisiga 25 sm qo'shib olaman. Yuqoridan pastga qarab, og'iga qarab 40 sm olinadi poycha, o'zbekcha poychalar. Poychani oyoq uchi esa 20 sm, chok haqqi bilan 21 sm qilib olinadi. 21. Endi esa mana shu 21 sm dan 40 sm ni belgilagan joyimizgacha to'g'ri chiziq qilib tortamiz. O'zbekcha poycha. Buni yuqorisiga 25 sm hamda qo'shaman, yuqori qismini. Endi asosiy qismiga keldik poychani. Mana shu kesganimizni oyoq uchidan chiqayotgan materialni mana shundoq qilib tepasiga oq sifatida qilib ulasa ham bo'ladi. Bu birinchi usul. Yana bitta usuli oddiy 20 sm to'rtburchak og'ni qo'yishni o'rgataman. Agar poychani uchidan mana shu chiqqan uchburchak qismi qoplasa, shuni o'zidan 20 sm oq qilib olib yuqorisiga qo'shasizlar. Maniki, bu uncha yetmaydi, shuning uchun bu yoqdan oldim. 20 sm bo'lishi kerak. To'rtala tarafi ham 20 sm dan bo'lgan. Bu kam ekan. 20 sm bo'lishi kerak. U kuzoqlarning ichida yo'q ekan. Shuning uchun buni o'zidan qo'shamiz. Bundan 20 sm og' yasab olaman. Hali bu o'rtalardan tikkandan keyin 20-20 qilib kesib olaman. Bundan og'ini olinadi. Sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, mana shunday og' bo'ladi 20 sm. Bu ikkinchi usul poychani. Mana shu 20 sm og'i qo'shiladi. Bugungi o'zbekcha ko'ylakni bichilish darsimiz ham tugadi. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ying hamda like tugmachasini bosib qo'ying. Rahmat hammaga.